Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 17-may kuni bo'lib o'tgan telefon orqali muloqotda Qozog'iston Prezidenti Qosim-Jomart To'qayevni tavallud kuni bilan samimiy tabriklab, qardosh Qozog'iston xalqining farovonligi va ravonqorligi yo'lidagi mas'uliyati, davlatchilik faoliyatida katta muvaffaqiyatlar tiladi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Suhbat davomida O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqlik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Ma'lumot uchun Prezident Qosim-Jomart To'qayev 1953-yil 17-mayda Olmaota shahrida tug'ilgan. Uning otasi Komil To'qayev Ikkinchi jahon urushining qatnashchisi va taniqli yozuvchi, onasi esa Turar Shabarbayeva Olmaota pedagogika institutining tilshunos fakultetida ishlagan. 2022-yilning 20-noyabrida bo'lib o'tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovida u ikkinchi muddatda saylandi. Bu saylovda Qozog'iston yangi konstitutsiyaviy o'zgarishlarga muvofiq 7 yillik yagona prezidentlik muddati joriy etildi. Bugun To'qayev 72 yoshni qarshiladi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.